Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtashlar ve en isil mediyeler alemlerinin yaratquchisi ve yegane Rabbi bo'lgan Alloh taologa xosdir. Alloh taoloni chin qalbimdan mediyelayman. Uningga hamd sano aytman ve shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyimli payg'ambarimiz Hazrat Muhammad alayhisalomga durud, duo ve salam yollayman. Uning oila tavobatlariga, sahabelerge ve ta qiyomatgacha uning yo'lida mangdigan musulmon qarindoshlarga baxt saodat tilayman. Assalomu alaykum ve rahmetullohi ve barakatuh. Hürmetli o'qirmanlarimiz, endi huzuringizga baxt saodatning 40 retsepti nomli kitobimizni o'qib berishni davomlashtiramiz. 7. retsept. Her qiyinchilikda osonlik borligini unutmang. Allah Taala bendilerge xush xabar berib, "Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra." Yani albatta bir qiyinchilik bilan bir o'ng'aylik bor. Shaksizki, har bir qiyinchilik bilan bir o'ng'aylik bor deydi. Rostla har bir qiyinchilikda bir o'ng'aylik bormi? Albatta bor. Ammo bir shart bilan bor bo'lib, u shart qaysi deganda, u Alloh taolo koinotni bekitib o'tgan qonuniyat bo'yicha sabab qilish, chidamchan, savrchan bo'lish va irodalik bo'lib jafodan qo'rqmaslikdir. Ammo sabab qilmasdan qiyinchilikni o'ng'aylikqa o'rayma deganlik, ujmi pish og'zimga tush deganlikdir. Chunki Alloh taolo bizni har bir qiyinchilikni yengishda sabab qilish bilan Alloh taologa tayinishga buyurgan. Biz Alloh taolo buyurgan bo'yicha ve kainatı bekitib o'tgan qonuniyat bo'yicha ish ko'radigan bo'lsak, albatta har bir qiyinchilikning endi bir o'ng'aylikni topamiz. Olimlar tong yo'rish oldidagi vaqt eng qorong'u vaqtdir deydi. Bu so'zning ma'nosi o'ng'aylik faqat qiyinchilik toza chekiga yetgan chog'da keladi. Eng zulmatlik, eng qiyin vaqt dal odamning hayotida o'zgarish paydo bo'ladigan vaqtdir deganlikdir. Alloh taolo o'z vaqtida musulmonlarga mundaq degan: "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib." Yani ey iman etganlar, sizlarga ilgirki müminlarning beshiga kelgan kulfatlar sizlarning beshinglarga kelmay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar. Ularning beshiga shundoq ig'ir yo'qsullik va zo'r qiyinchiliklar kelganki, hatto payg'ambar bilan mu'minlar Allohning yordami qachonmi kela deydigan darajada to'lg'inib ketgan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir. Iqtidoringizni joriy qildiring. Psixologlardan biri mundaq deydi: Adamning hayoti nurg'ulg'an o'chak shamlardan tarkib topadi. Siz birla shamni yoritsangiz, boshqa joylardagi yo'rimagan shamlarni ko'ra olasiz. Shuningdek, siz hayotingizda birla narsani vujudga chiqara olsangiz, sizdagi ko'pligan yoshirin iqtidorni ko'ra olasiz va g'ayrat qilsangiz, ularning hammasini o'ttirg'i chiqara olasiz. Doktor Aiz Al-Qarni G'am qilmang nomli asrida mundaq deydi: "Ey inson, bir ochlikda bir to'qliq, bir chanqashda bir qiynish, bir charchashda bir uyqu, bir kasalda bir shifolik bor. Ketganlar hamini qaytib keladi, eziqqanlar hamini yo'l topadi, asrlar hamini ozod qilinadi, qorong'ulik hamini tariladi." Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Fa'asallohu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin." Yani Allah yaqinda musulmonlarga g'alaba ato qiladi yoki munofiqlar haqida o'z tarafidan bir hukmni maydonga keltirdi-da, dilida munofiqlik kesili bala ularni ko'nglida yoshirin do'st tutganligi uchun nadomat chekadi. Kechiga xush xabar bo'lsinki, tong hamon yo'riydi. G'amkinlarga xush xabar bo'lsinki, hayotlikdagi chiqish yo'li chaqmoq tezligida ko'zni yumib ochqicha yetib keladi. Bichoralarga xush xabar bo'lsinki, yoshirin mehribonlikqa to'lgan saxovatli qo'llar hamini ularning qo'lini chin siqidi. Ko'zi yetkusiz jaziralarni ko'rganingizda, uning oqisida qo'yiq soya tashlagan yop-yeshil bo'stonlikning borligini, bag'an siri ching tortilayotgan og'amchini ko'rganingizda,
uning uzunga qolmay uzilib ketadiganligini bilishingiz kerak. Shundaqla bir tamchi yoshning kaynida bir tabassumning, bir qo'rqishning kaynida bir omonlikning, bir vahimaning kaynida bir xotirjamlikning borligini bilishingiz kerak. O't İbrahim alayhisalomni kuydiramagan. Chunki Allah uning muhabbatli nazarini sog'an edi. Ya naru kuni bardan va salaman ala İbrahim. Ya'ni ey o't, İbrahimga sovuq va omonlik bo'lib bergin. Deniz Musa alayhisalomni g'arq qilamagan. Chunki uning qavmi hamda Fir'avn qo'shuni bizga yetishib oladigan bo'ldi deb qayg'urganda, u to'lib toshgan ishonch bilan ularga mundoq degan edi. Kalla inna ma'iya robbi sayahdi. Ya'ni asla undoq bo'lmaydi. Rabbim cho'qim men bilan billadir, menga yo'l ko'rsatadi. Muhammad alayhisalom g'orda hamroyi Abu Bakr radhiyallohu anhuning ko'nglini la tahzan innalloha ma'ana. Ya'ni g'am qilmagin, Allah biz bilan billa deb tindirgan. Shuning bilan Allah ularga xotirjamlik tushirgan edi. O'zlarining qorong'u sharoitiga qul bo'lganlarning ko'zi qiyinchilik, torchilik va baxtsizlikdan boshqasini ko'rmaydi. Chunki ularning ko'zi burnining uchini ko'rishga odatlanib ketgan. Shunga deymanki, har qanday ahvolda hargiz umidsizlanmang. Chunki ularning ko'zi burnining uchini ko'rishga odatlanib ketgan. Shunga har qanday ahvolda hargiz umidsizlanmang. İbadetning afzali kutishdir. Kunlar o'tgan sari zamon o'zgarib turadi. Kechalar yangi voqealiklarga homildordir. Kelajak majhuldir. Allah Taala bo'lsa har kuni bir holdadir. Balki Allah Taala shu qiyinchilikdan keyin bir osonlik berishi mumkin. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi kitob o'qib berishimizni mushada oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.